Foydali PP zapikanka bugun dasturxoningizda. Ishimizni birinchi bo'lib tovuq filesini katta pare shaklda to'g'rab olishdan boshlaymiz. Aytgancha men brokkolidan foydalanyapman, lekin gulkaram ham ishlatsangiz bo'ladi. Brokkolini ham xuddi shunaqa katta pomidorlarimizni o'rtasidan bo'lib to'rga bo'lasiz. Endi aralash ziravor bilan xohishga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib, pergamentli listimizga solib, ustidan 4-5 osh qoshiq yog' solib, chetga surib turamiz. Endi podlivasini tayyorlaymiz. 5-6 ta tuxumimizni tuz bilan atalab olamiz. 200-300 gram yog' smetana, yog' qatudan foydalanamiz. Qatuv bo'lsa, yog'liroq bo'lsa, tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib, sabzavotlarimizni ustidan quyib yuboramiz. Aytgancha, agar brokkoli yoqtirmasangiz, boshqa sabzavotlarga almashtirishingiz bemalol mumkin. Ozgina tovamizni urib olib, ustini folgada yopib, 200 gradusda 25 minut duxovkaga. Folgasini olib tashlab, yana 10 minut duxovkada ishtaha ochar PP zapekankamiz ham tayyor. Mazasi bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas.